Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Sizlarga men bugun haftaning dushanba kuni 26-yil 26-yanvar. Xudo xolasa bugun mollarimiz mana qanday bugun holati, o'shalarni sizlarga bir yoritib beramiz. Bundan kelgancha. Va qanday yemlarni bugungi hozirgi paytda qanday yemlar berishni aytib o'tib ketamiz. Yemlarimiz Samarqand Tayloqdan beramiz. Mana Samarqand Tayloqdan mana shu kichkina mana shu kraska bankamiz bor. Mana shundan bitta to'ldirib solamiz, keyin ikkinchisini shu yarim solamiz. Mana shu yerlardan solamizda. Bir yarim kilodan 2 kilodan o'tib qoladi, 2 kiloga yaqin bo'lib qoladi. Makkanikidan bugun Makkaga chiqaryapmiz. Makkani ham hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Makkani 3 mingdan oldik. Yo'q, kepagimiz tugamadi. Ozgina qolibdi, shu kepakni to'xtatib Makkani shu mardagi bilan oldik. 3 mingdan oldik. Uni bitta to'ldirib solamiz. Silos somon, pichang aralashgan nimamiz bor. Darabilkadan chiqqan, o'shani aralashtirib ustiga sepib qo'yamiz. Yem bo'lishiga qarab keyin kunjarani beramiz o'zini. Oxirida kunjara solamiz. Hozirgi paytimiz buni obedga soat 1 bo'lyapti soat. Hozir qo'limiz bo'shab qoldi, o'shanga sirkani chiqarib qo'ydik dedik obunachilarimizga. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga qanday ma'lumotlari endi mol boqayotganlarga maslahat beramiz o'zimiz. O'zimiz boqayotgan usulda. Endi bu to'rpoqligiga olganmiz bu buqalarimizni. 1 yil bo'lyapti, 1 yil 1 oy bo'lyapti uni yemlayotganimizga. Kunjaramiz Samarqand Toyloq. O'g'limiz haqida ham sizlarga maslahat berib ketamiz. Ma'lumot berib ketamiz. O'g'limizni yo'lakchasi 1.40, ichi 55 oxirigacha. Buni nimasini 17 nimasi, eniga 17 ming olamiz. Konteynerda nimalarida. Bo'ldi. Stoykalar konteynerdiki. Tepasida qori ham. Mana buqalarimizni bugungi holati. Bu o'g'limizni nimasi mana shu nimagacha oxiridan mana shu chekagacha 4 metr. 4 metr. Mana bu qo'ramiz hozir yotibdi obedda. Mana shu buqamiz ham yaxshi ketyapti o'g'illari. Endi sizlarga yana bir narsani aytib o'tamiz. Biz birinchi yem berishimiz tish buzmasdan ham yem beraverganmiz. Tish buzmasdan yem bersangiz unchalik foydasi bo'lmaydi ekan. Bir ikkitasidan so'rasak, ular tish buzgandan keyin yemni ko'paytirib, ungacha ta'sir qilmaydi dedi. Undan keyin ham biz shuni ko'paytirdik. Yemlarni. Ungacha arzon yem berardik. Eng arzonidan. Paytda qimmat ham edi kunjaralar. Hozir kunjaralar tushgan, shu nimada bir tonna olib qo'ygandik. Samarqand Toyloqda 5300 so'm olganmiz. 5500 dan 5700 dan eng arzon olardik o'tgan yili. Yozlarda qimmat edi. Mana bu qo'larimiz. Xudo xolasa yana 1 oy lekin nasib qilsa sotamiz, xudo xolasa.
Mana katta buqamiz. Buni sheriklarini sotdik. Ikkita kattasini. Mana tortib qo'yganimiz. Bu tomonda to'rpog'imiz bor. Buni o'shanga buni tortib qo'yganmiz. Ko'rinmasin deb. Ko'rinmasa ham sezadi-yu, lekin ko'rmay qo'yaversin deb shu qo'yganmiz. Ha. $12 milliondan 12.200 ming olganmiz buni. Qo'larimizni. Mana bu ham 17 millionga olganmiz. Kim podpiska bo'lmagan bo'lsa, podpiska qilib qo'yasizlar. Qo'larimizni nimasi bo'lsa, kam-ketiga qanday nimalar bo'lgan bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yasizlar. Savollaringizga javob. Biz bilmagan narsalarimizni ham yozib qo'ysalang, biz shunga qarab mollarimizni boshlaymiz. Mol boqamiz shunga qarab. Kamchilik bo'lsa aytasizlar. Endi biz ham endi mol boqyapmiz. Hozir sizlarga makkani ko'rsataman. Makkani 3 mingdan olgandik. Sotasini. Jaydarmi ekan aka? Jaydarmi ekan. Mana taraf ekanmiz. Bugun berishni boshlaymiz, xudo xolasa. Mana pichang. Shu pichangdan olib somon aralashtirib, dirabga chiqarib qo'yganmiz. Kimda qanday fikrlar bo'lsa yozib qo'yasizlar kommentariyaga. Kanalingizga podpiska bo'lmaganlar podpiska bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa yana tez-tez chiqarib boramiz. Mana shu ishda buqamiz juda xo'ra. Ishtahalari zo'r. Biz bularga ukol ham qilmaymiz. Shu chumchuq kelasiga urib qo'yamiz. Garmon, salmon nima qilmaymiz, faqat tabiiy. Yem yeydi bo'ldi. Videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetyapti akalar. Yana tez kunlarda chiqaramiz. 15 kunlardan keyin. Xudo xolasa sotish jarayonini qanchaga ketdi, kilasi qanchadan hammasini aytib to'liq ma'lumot beramiz. Yashirib o'tirmaymiz. Xudo xolasa. Ko'pchilik nima qiladi? Aytmaydi. Bu qiziq endi. Haligilarga kuzatuvchilarga qiziq. Men o'zim ham qiziqaman. Xudo xolasa hammasini yoritamiz. Og'irimiz 15 metr ichi. Ichidan ichi 6 metr eniga.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.